Rus programmasida gibridli счет faktura yaratib olamiz. Buning uchun bazaga kirib, o'zaro hisob-kitoblar modulidan yuk xati fakturasiga kiramiz. Bu счет fakturani biz allaqachon yaratib olganmiz. Buni ichiga kirib, hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda gibrid joyiga galочка qo'yib qo'yamiz. Undan so'ng shu ko'ntalarni to'liq holda shu ko'rinishda to'ldirib olamiz. Asosiy bo'lim kabi boshqalar va kuryer bo'limi ham xuddi shunday videodagi to'ldirilgan bo'lishi shart bo'ladi. Bundan so'ng asosiy bo'limdagi subkontamizni ichiga kirib turib, uning lokatsiyasini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar to'ldirilmagan bo'lsa, uning ichiga kirib turib, ko'chalarni to'liq yozib turib va koordinatalarni izlashni bosib turib, koordinatalarni kirgizib qo'yishimiz zarur bo'ladi. Bundan so'ng tanlagan mahsulotimizni ichiga kirib, brutto va nettolari to'ldirilganligini tekshirib olamiz. Agar to'ldirilmagan bo'lsa, ularni to'ldirib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan yuk xati fakturamizni o'q tugmasi orqali saqlab olamiz va kuryer tugmasi orqali jo'natib ko'ramiz.